Voy. Tillar yirtilib ketibdi. Mana o'sha hozirgi kunda hammani qiynagan, jonidan o'tib ketgan kasalligini stomatit molni tillarigacha yirtilib ketibdi. Hozir kerakli ukol dorilarni qilib bo'ldik. Og'zini obrobotkasida ko'pchilik juda ko'p xato qilyapti. Bu xato ko'pchilik mana benzin, solyarka shunga o'xshagan narsalardan foydalanib yuribdi. Eng to'g'ri yuvish yo'li oddiy medni kuparos. Og'zi burnlari och. Yara shu tarafda yuvilgandan keyin spreyga keladigan bo'lsa, Max Spray hozirgi kunda mana shu stomatit kasalida, qo'ylarda oyoq gribogida, mana boshqa mollarda yana oyoq kasalliklarida yaxshi effekt beryapti. Buni ham mana shu obrobotka qilib yuvib bo'lgandan keyin og'ziga ushla. Bemalol purkab bo'ldi mana. Shu tartibda molni yaralari og'zi burni obrobotka qilinadi. Obrobotka qilish vaqti 1 kunda 2 mahal, 3 kundan 5 kungacha yaxshilab tartib bilan obrobotka qilsangiz, xudo xolasa molingiz kasallikdan butkul chiqadi. Bu videoni molni og'zini noto'g'ri obrobotka qilib yurgan hamda yarasini bitira olmayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, albatta foydali bo'ladi. Max Spray